Titandek olamlar bisyor. Bu yerda esa hayot ko'rsatkichlari hammaga ham yetarli emas. Qirilib ketmasligimiz uchun najot sifatida taklifimni ulashdim. Boshqalarni qirib tashlash. Ammo haqiqat yo'lida hech kimni boy va kambag'al tabaqasiga ajratmagan holda meni aqldan ozganga chiqarishdi. Chunki sayyoraning begunoh aholisi qurbon Shuning bo'ldi. o'zimi halokatning narxi shunday bo'ladi. Sen telbasan. Oddiy hisob-kitob, borliq va uning moddiy manbalari ham cheklangan. Abadiy hayotni cheklab qo'ymasak, u o'z umrini yashab o'ta olmaydi. Uni qisqartirish kerak. Bu gapni qayerdan olding? Ayrim tadqiqotchilar yer aholi sonini 8 milliarddan 4 milliardgacha kamaytirish sayyora resurslarga bosimni kamaytirishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ammo taxminlarim to'g'ri chiqdi. Trillionlab murdalar hisobi emasmi? 6 ta toshim bor ekan, birgina ishoram kifoya. Borliqni ham yo'q qila olaman. Keyinchi Va nihoyat orom olaman. Mendan minnatdor borliqning quyoshi botishini kuzataman. Murakkab qarorlarni kuchlilarga qabul qilishadi.